Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma solli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bu darsda ikkita mavzuni o'tamiz. Birinchisi tashdid, ikkinchisi tanvin. Agar siz bugungi darsni yaxshi o'rgansangiz va bundan oldingi ikki harakat cho'zuv va undan oldingi harflar mavzusini shularda yaxshi o'rgangan bo'lsangiz, o'zlashtirgan bo'lsangiz, arab tilida xatosiz o'qiy olasiz degani. Ya'ni shu darajaga chiqib kelib oldingiz degani. Bugungi darsdan boshlaymiz. Bu birinchisi tashdid. Tashdid nima? Bu mana bu shakl, ya'ni fathadan tashqari mana bu yotqizilgan 3 shaklga o'xshaydi yoki bo'lmasam sin shaklini boshqa qismi. Mana shu shakl. Bu bizga nima uchun kerak? Bu bizga agar bitta harf ketma-ket kelib qoladigan bo'lsa, birinchisi sukun bu. Buni o'qishga osonlashtirish uchun kerak. Ya'ni bizga bu nutqimizni osonlashtirish uchun kerak. Arablarda bu doim buni eslab qolinglar, keyinchalik qoidalarga o'tganimizda ham, grammatik qoidalarga, arab tilini o'rganishga o'tganimizda ham doim keladi. Arablar doim yengillikka yurgan arab tili. Nutqqa, osonlikka qarab yuradi. Ko'p qoidalar mana shuni ustiga quriladi. Bu yerda ham misol uchun asl holatda o'qilishi robba bo'lgan. Bu nutqqa nisbatan qiyinligi uchun buni robba deyilgan. Va mana shuni ikkita alohida b yozmasdan bu shakl berilgan va buni robba deb o'qilgan. Robba emas, robba yoki agar kasralik esa robbi, zamanlik esa robbu. Bu tomonda mana ko'ramiz. Robbi bu yerda mana kasra bu yerga yozilyapti endi. Bu tashdidni pastiga. Gohida bu tomonga yozilishi ham mumkin. Mana bu qismga farqi yo'q. Bu aslida mana bu holat to'g'riroq. Lekin nima bo'lganda ham kasra kelsa robbi o'qildi. Adashtirib qo'ymaymiz. Mana bu yerda kasrani bu tomonda pastda, bu tomonda esa yuqorida. Robbi asl holatda robbi bo'lgan. Bu biz tashdid olib keldikda robbi deb o'qidik. Yoki keyingi holatdagisida robbu bo'lgan va buni biz tashdid bilan robbu deb o'qidik. Bu narsa o'zbek tilida ham bor. Misol uchun bizda ketdi degan, ya'ni aslida ketdi t bilan da, lekin nutqqa oson bo'lish uchun biz ketdi deymiz. Endi so'zlarni o'qishni boshlaymiz. Robba, robbi, robbu, inna, anna, amma, barra, jarra, hajja, shakka, barru, jarru, hajju, shakku, zammu, haqqu, sharru, birru, sirru, sittu, izzu, tillu, hillu, hissu, burru, durru, khuffu, kullu, dubbu, zuqqu, ummu, burra, zumma, subba, fukka,
سر، ثم، ثم، بري، دري، خفي، كلي، دبي، زقي، ضري. Endi to'rttalik harflar tashdid o'rtada kelgan holat. Dabbara, kassara, fajjara, wahhada, sakhara, addaba, harrama, razzaqa, yassara, bashshara, fassala, faddala, عطر، عظم، نعم، كفن، لقب، ذكر، شمر، علم، كمل، صنف، صور، غير، دبر، كسر، فجر، موحد، سخر، أدب، حرم، رزق، يسر، بشر، فصل، فضل، عطر، عظم، نعم، كفن، لقب، ذكر، علم، كمل، شمر، صنف، صور، غير. Endi 5talik harflar. Tadabbur, takabbur, tahajjur, توحد، تسخن، تبدل، تحرز، تعزز، تيسر، تعشق،
تعصب تفضل توتر تنعم. shu yerda aynni tashdidga kelganda e'tibor beringlar, ko'pchilikda chiqishi qiyin bo'ladi. Tanaum ikkita aynligi bilinsin. Tavagg'ul tanaffus taraqqub tafakkur تعلم تكمل تفنن تصور تغير متكبر متكثر متحجر متوحد متسخن. endi 6 talik harfli so'zlar. Mutabaddil متهذب متحرز متعزز متيسر متوطن متوطن متنعم متوغل متوغل متنفس متفكر متعلم متكمل متفنن متصور متغير اسود اصفر أحمر أغتر أغتر taligicha qolsin, to bo'lib ketib qolmasin chetda. Ihtazza ihtazza istaradda istaradda istahabba istahalla istadalla. Shu bilan tashdid tugadi. Endi tanvin nimaligini o'tamiz. O'zi tanvin nima? Tanvin aslida sukunli nun. Uni mana bunday shaklda so'z oxiriga yozilmaydi-da, bu shakllarga o'zgartirib yoziladi. Bu chuqurroq holati. Qanday o'qiladi bu desa, u oldin bittali bo'lganida a o'qirdik fathani, endi an o'qiymiz, nun qo'shib qo'yamiz. A I U o'qirdik, shuni oxiriga nun qo'shamiz xolos talaffuzda. A o'rniga an,
i o'rniga in, u o'rniga un. An, in, un. Bo'ldi shu. An, in, un o'qiladi. Agar ikkita fatha kelsa, demak an o'qidik, ikkita kasra kelsa in o'qidik. Agar mana bu shakl, ya'ni bu ikkita zammani hisobida biz buni un o'qidik. Bo'ldi, mana shu holat. Qo'shimcha ma'lumot agar kerak bo'lsa, bu faqat so'z oxirida keladi. Aytaylik, mana bu bir so'z deydigan bo'lsak, bu faqat oxirida keladi. Hech qachon so'z boshida yoki o'rtasida kelmaydi. Bu qo'shimcha ma'lumot. Bilishingiz hozircha zarur bo'lganimiz mana shu belgilar keladigan bo'lsa, an, in, un o'qidik. Bo'ldi, tamom. Endi so'zlarning ichida kelishlarini ko'rib o'tamiz. Birinchi holat an. Mana asl holati mana bunda yozilgan. Mana shu holatda. Lekin biz buni nunni qo'shimcha yozmadik, tepaga bir harakat qo'shib qo'ydik-da, mana shuni an o'qittirdi. An, in va endi mana bu asl ko'rinishi. An, in, un. An, in, un. An, ban, tan, than, jan, han, khan, dan, zan, ron, zan, san, shan, son, don, ton, von, an, gon, fan, qon, kan, lan, man, nan, wan, han, yan. Kasrali holat. In, bin, tin, thin, jin, hin, khin, din, zin, rin, zin, sin, shin, sin, din, tin, zin, ain, ghin, fin, qin, kin, lin, min, nin, win, hin, yin. Zammali holat. Un, bun, tun, thun, jun, hun, khun, dun, dhun. Run, zun, sun, shun, sun, dun, tun, dhun, un, ghun, fun, qun, kun, lun, mun, nun, wun, hun, yun. Endi so'zlar ichida
kelishi, ya'ni so'zlarda kelishi desak to'g'ri bo'ladi, chunki doim so'z oxirida keladi. Thawban, mana bu yerda vavda sukun tushib qolgan ekan. Thawban, mana shu yerda sukun bor. Thawban, thawbin, thawbun, fawtan, fawtin, fawtun, laythan, fawjin, lawhun, farqan, tawdin, awzun, dawran, fawzin, qawsun, arshan, ardin, hawdun, sawtan, ghaydhin, shar'un, farghan, khawfin, shawqun, darkan, hawlun, nawmun, lawnan, dalwin, sharhun. Endi oxirgi holat bu tanvinli tashdid. Bundan oldin tanvinni ko'rdik, tashdidni ko'rdik. Endi bu ikkalasi bittada kelishi mumkin, bitta joyda kelishi mumkin. Bu holatda qanday ko'rinishda bo'ladi va qanday o'qiymiz, mana shuni ko'ramiz. Misol uchun shu so'zni oladigan bo'lsak, bu yerdagi tanvin, mana bu tanvin bu yerdagi nunga to'g'ri keladi. Sukunni nun deb boshida aytib o'tib ketdik. Mana shuni nunda yozilmadi-da, tanvin yozildi. Endi bu yerdagi mana bu tashdid belgisi esa bu yerdagi mana bu ikkita bayga to'g'ri keladi. Ba harfini alohida yozilmadi-da, mana shunday ko'rinishda uzun qilib tashdid belgisi qo'yildi, bo'ldi. Nun yozilmadi, tanvin qo'yildi. Robban o'qiladi. Bir paytda tashdid bor, tanvin bor. Robban o'qilmaydi, robban. Robban. Keyingi holatda robbin, keyingisi esa robbun. Endi qolgan so'zlarni ham o'qishni boshlaymiz. Habban, barron, jarron, massan, kaffan, mannan, sittin, sirrin, hillin, hissin, izzin, birrin, durrun, zullun, ummun, khuffun, burrun, kullun. Endi uzunroq so'zlarning ichida o'qilishni ko'ramiz. Bu tashdidli tanvin ham doim so'zni oxirida keladi. Hech qachon so'z boshida yoki o'rta qismida kelmaydi. Doim so'z
oxirida keladi. Mubayaddon, mubayaddon. Muswaddin, muswaddin. Musfarrun, musfarrun. Muhmarran, muhmarran. Muhdarrin, muhdarrin. Muhtazan, muhtazan. Muhtajjin, muhtajjin. Munsaddun, munsaddun. Mudtarrin, mudtarrin. Mukhtassun, mukhtassun. Mustariddan, mustariddan. Mustahibbin, mustahibbin. Mustahillun, mustahillun. Mustadillan, mustadillan. Musta'iddin, musta'iddin.